Boshqa insonlar siz haqingizda yomon fikrlar aytishsa ham, siz o'zingiz haqingizda hech qachon yomon fikrlar ko'rmang. Har bir insonni o'z qarashlari, qadriyatlari, stereotiplari bor. Ular faqatgina mana shu qoidalarga to'g'ri keladigan insonlarni qabul qilishadi. Siz shunchaki ularning ong chegarasidan tashqaridagi hayotda yashayapsiz. Bu albatta ularga yoqmaydi. Shuning uchun ham sizni qabul qilisha olmaydi. Boshqa insonlarga yoqmasligingizni va ular sizni yomon deyishsa, bu holatni normal qabul qiling. Unutmang, har bir insonni o'z qarashlari bor. Ichingizda men haqiqatdan ham yomon insonman deyish bu juda ham noto'g'ri. Unutmang, har bir insonni o'z ong darajasi, o'z dunyoqarashi va o'z qadriyatlari bor. Shunchaki siz ularning qadriyatlariga, ularning stereotiplariga, ularning ong darajasiga to'g'ri kelmaysiz xolos.